Uyg'urlarda farzand tarbiyasi. Abduri Yar Muhammad Tayir To'g'liq. 7. bab. Hayot eڭi ve vaqt eڭi tarbiyasi. 1. Hayot eڭi tarbiyasi. Balam, sen özün yaşayotgan bu dünyada özün üstüdeki mecburiyetini haqiqiy his qila olasan, andın özüngni bu davrda yaşayotiman deb qarg'in. Tefekkurumdan, tamchilardan. Farzandlarga berilgan hayotini söyish ve hayotini tushunish tarbiyasi farzand tarbiyasining eng muhim mazmuni bo'lib qolmay, balki u butkul hayotlik tarbiyasi ve ma'rif tarbiyasining eng mohiyatli qismi bo'lib hisoblanadi. Chunki insonning bu olamdagi birdan-bir maqsadi yashash. Shunga kishilarning barliq tirishchanliklari yig'ib etganda yashash uchun. Biroq kishilarning yashash nishoni va usuli o'xshash bo'lmaydi. Hayotining ma'nosi va qimmatini tushunishmi o'xshamaydi. Shuning uchun hayotlik dunyosining har bir kishiga bergan ne'mati va natijasi farqli bo'ladi. Ba'zilar hayotini baxt saodat ichida o'tkazsa, ba'zilarning hayoti baxtsizlik ichida o'tadi. Ba'zilar hayotida insoniyat uchun ajoyib qimmatli mo'jizatlarni qoldirib ketsa, ba'zilar bu dunyoga to'lg'ini bilan tug'ilmag'ining farqi yo'q holda o'lik bilan tirik orliqida hayotini o'tkazadi. Ba'zilar yashashdagi maqsadini yeb-ichib o'ynash deb tushunsa, ba'zilar bu qimmatli hayot fursatidan foydalanib, insoniyat uchun o'zining o'tashga tegishli qarzi va burchini ado qilish uchun umr bo'yi tirishchanlik ko'rsatadi. Uyg'ur xalqi hayotni atgan o'qqa, aqqan suga, chiqilgan chaqmoqqa taqqaslab tushundirdi. Klassiklarimiz asarlarda avlodlar uchun hayot va uni qadrlash to'g'risida intayin qimmatli tajriba saboqlarni va nasihatlarni qoldirishgan. Yusuf Hasajib bütün bayanlarga "Oğlum, g'afil yashama, o'limni unutib qolma" degan mazmunni cho'nqur singdirgan. U yana o'tgan umriga afsuslanma, uni to'sib qolg'ili bo'lmaydi. Emgaksiz, mehnatsiz o'tgan umring uchun ichin degan. Yana u avlodlarga murojaat qilib, "O'g'lim, sen tunugini takrorlama. Sening hayoting dadangnikidan yaxshiroq bo'lsin" degan. Endi biz Alisher Navoiyning avlodlarga qoldirgan munu bayanlarni ota-onalarning foydalanishi uchun tavsiya qilamiz. Hikmat. İskender Zulqarnayn Aristotel'dan. Odam qirg'anda put qo'lidan mag'dur, jismidan huzur ketadi. Aql parasatni to'salg'iga uchraydi. Shundoq turuqliq nima uchun yoshlikda kishining tabiati yaxshi ishlarga moyil bo'lmaydi degan xususda savol so'radi. Aristotel bu savolga mundaq javob berdi. Odam kichik vaqtida uningda aql az, tabiati bilim va farosatlardan yiroqroq bo'ladi. Bu xil alayidlik ularning hamisha savallik va xatolik sodir qilishiga sabab bo'ladi. Aql idrokning yo'qligi sababidan davomli nafsning qiltig'iga tushib qilib, havoyi havasga berilib ketadi. Odam balliq davrdan o'tib, yoshlik mazgiliga qadam qo'yganda, uning dilini aql parasat nurlari yo'ritadi. Bu mazgildagilarning vujudida ikki xil kuch bo'ladi. Uning biri aql, yana biri nafsdir. Agar uning aqli kuchli bo'lib, yaxshi ishlarga ko'nglini bersa, undaq kishi ko'ngil olam xalqining undaq kishi butkul olam xalqining orzusiga aylanadi. Xaloyiq orasida ko'zga ko'ringan shaxs bo'lib qoladi. Agar uning nafsi aqlidan kuchli bo'lib qolsa, u tabiiy holda nafsining kayniga kirib ketadi. Nafsi uni har qanday havoyi havasga, yomon chakın ishlarga buyursimi, rad qilishga ilojsiz qoladi. Uni shu hamon o'rindaydi. Nafsining xohishi har qanday vaqtda xato va gunohlik ishlarga moyildir. Har kim o'zining ruhiyatini pok va toza tutsa, uning ko'nglini aql shomi yo'ritib, munavvar qiladi. Aqlliq, bilimli kishilar o'zining yoshlik davrini behuda o'tkazmaydi. Qiyirg'andimi borgan sira pok va donishmand bo'ladi. Har qanday ishning beshi yoshlik davridan boshlandi. Kishi yoshlikda qanday ishga moyil bo'lsa, qiyirg'andimi uning ko'ngli shu yoqqa tortadi. Yoshlikda qanday ishga ko'ngil bersa, qiyirg'an chog'dimi uningdan shunday ish namoyon bo'ldi. Qadrli ota-onalar, sizlarga kunduzdek ro'shan, oftobdek ayonki, hozir bizning yoshlarimizdagi hayot behudachiligi har qanday bir davrga, har qanday bir millatga qaraganda intayin og'ir. Bizning necha million yoshlarimiz hozir zodi nima ish qilyotidi, hayotini qanday mashg'ullik bilan o'tkazyotidi, ular bu hayot gulshindan nimaga erishdi, ularda qanchalik insoniy ong, insoniy qobiliyat bor. Bizning yoshlarimiz o'zining faqat bir qatim nisb bo'ladigan bu qimmatli hayotini nimalarga tegishyotidi? Ular bu savolga faqat jonni jon etish uchun teriklik uchun yashayotganligini aytadi. Bu zodi nima uchun? Bizning farzandlarimiz haqiqatan muntazam tarbiyalanish fursatiga erisha olmadi. Sizlar ularga hayot haqida qanchalik tarbiya bera oldinglar? Ularning hayotning qimmatini tanib olish uchun qanchalik yetakladinglar? E'tirof qilamizki, biz farzandlarimizga hayot haqiqatlarini tushuntirishga ancha e'tibor bera olmadik. Uning ustiga ko'plagan ota-onalarning o'zimi hayot to'g'risida asosan ko'p narsalarni bilmaydi.
Bu ibrat qadrlik ota-onalarga bizning farzandlarga kichikdan tartib hayotning haqiqiy qimmatini va bu qisqa hayot fursatidan qanday qilib ma'nilik, ahamiyatli foydalanishni o'rgatish mas'uliyatimizning bor ekanligini tushuntirdi. Farzandlarimiz hayotni tushunsin. Ularning qalbida kichikdan boshlabla hayot muqaddas, hayot fursat degan bir qimmatli ang o'rin olsin. Bundaq angning paydo bo'lishi farzandlarimizning o'zini qadrlashi, hayotini so'yishi bilan munosabatli bo'lib qolmay, balki ularning bu kishilik jamiyatda tutadigan o'rni, bahramand bo'lishga tegishli baxt, saodati va insoniy qimmatini joriy qildirishning muhim asosi bo'lib qoladi. Farzandlarda hayotni so'yish tarbiyasini elib berish uncha o'ng'ay emas. Chunki jamiyatning asosiy yuzlanishida har qachon ikki xil iqim mavjud. Biri mehnat, izdenish va o'zini paydo qilish ruhi bilan sug'urilgan iqim. Bunda hayot ruhiy iqtidorni, yuksak g'oyani va o'tliq bir muhabbatni taqozo qiladi. Yana biri o'yin tomosha, nafs xohishi, rohat farog'at, mehnatdan o'zini qochirish istagi bilan yo'g'rilgan iqim. Nurg'un bolalarning ko'ngil xohishi ko'pincha keyingisiga tartib ketadi. Chunki uning sehriy kuchi oldinqisiga qaraganda kuchliroq bo'ladi. Yana bir jihatdan tarbiya va usul ichida faqat nasihat usulini qo'llanish aplik. Ammo ta'sir ko'rsatish va odatlantirish ko'plagan ota-onalar uchun afsiz to'xtaydi. Shundaqdimi ota-onalar tuvandagi bir qancha usul bo'yicha tarbiyalashga ahamiyat bersa, belgilik unumga erishishi mumkin. Birinchi, farzandlarga ularda hayot haqidagi ozroq uqum hosil bo'lgandan boshlab, hayotining nimadan derak berganligi, inson hayotining hayvon hayoti bilan bo'lgan farqi, hayotining har bir kunining eng qimmatli fursat ekanligini his qildirish kerak. Uning uchun farzandlarni ishni oldida unumli va vaqtida qilishga odatlantirish, hargizmi biror ishni ertaga qo'yishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Ikkinchi, farzandlarning sayoq, o'yinpaz o'rganib qolishiga hargiz fursat bermaslik kerak. Buning uchun ularda kichikdan boshlab kundalik faoliyatlarini tartibli o'rlashtirgan odat bo'lsin. Siz ularning kundalik mashg'ulot planini tuzishiga yordam bering. Har ishni o'zining mashg'ulot plani bo'yicha qilishga odatlansin. Agar kundalik faoliyati chijilang'u, maqsadsiz, nishonsiz bo'lib qolsa, keyin tartibga solmoq tez to'xtaydi. Uchinchi, farzandlarga real turmushdagi har xil qismatli odamlardan misollar ko'rsatib, ularning qalbida hayotning haqiqiy qimmati haqida o'ylanish uchun har xil namunalarni ko'rsatish kerak. Ular hayotining faqat yepichish uchunla yashash emasligini, qo'rsoq beqish uchunla yashash hayvonga xos xususiyat ekanligini tushunsin. Yana ularga hayotining qimmati uzun umr ko'rganligini emas, balki har bir kunni ma'nilik, ahamiyatli o'tkazishda ekanligini tonitish kerak. Alisher Navoiy bu vaqtda mundaq bir ulgulik hikoyani farzandlar tarbiyasi uchun meros qoldirgan ekan. Hikoyat. Ilgari bir yosh yigit bor edi. Uning qadi qomati kelishgan, chehra modelini mabtun qilgudek darajada go'zal edi. Biroq u o'z yoshligining taqozosidan behuda ishlarni qilib, qish yozindag'imi va sharob bilan kun o'tkazadi. Uning tariqat va adab axloq yo'lida bir ustoz darajasiga yetgan bir raqam soyasi bor edi. U yigit bilan tang dematlik va qo'shni edi. Bu yigitning nashayan ishlari va g'alva majrolari tufaylidan uning bilan qo'shni o'ltirgan ustoz ko'p tanlikda qoladi. Shunga uningga doim siliq va yiqimliq lavzi bilan pand nasihatlarni qiladi. Lekin u yigit nasihatni qabul qilmay, yoshlik degan rohat farog'atning payzini suradigan, qiyirliq bo'lsa taat ibodatga mashg'ul bo'lgan mazguldir. Taqvodorlik, parhezkorlikni qiyirgan chog'da qilgan tuzuk deb javob beradi. U doim sharob bilan ko'nglini xush qilib kunini o'tkazadi. Shuna qilib u yigitning yoshlik mazgili hash-pash devichi o'sib ketdi. Uning putqollarida madar, tenida quvvat qolmadi. U endi taat ibodatga mashg'ul bo'lishga niyat qilgan bo'lsa-mu, lekin odatlanib qolgan fosiqlik hamda zaif, notavonlik tufaylidan hech ish qila olmadi. U yigit shu holatda qiyirib umri oxiriga yetdi. U chog'da bir ustoz uning yotgan yeri kirdi. U ozg'un jon uzish oldida turadi. Ustoz uning ijirg'an holda beshiga kelib o'ltirdi va uning ilgari qilgan yomon ishlarga pushaymon qilayotganligini bildi. Qancha qitimlab nasihat qildim, dedi ustoz uningga. Lekin sen quloq solmay, o'rinsiz ishlar bilan ma'nisiz holda umringni o'tkazding. Beshingga mundaq kunlarning keldiganligini o'ylamaganmiding? U kishi levini arallamadirib, u chog'da mundaq tajriba mening beshimdan o'tmagan edi. Qiyirgan chig'imda bundaq notavon ahvolga tushib qolganligimni bilgan bo'lsam, yosh vaqtimda hargiz yomon ishlar bilan umrimni xarob qilmas ekanman, dedi. Men sana nasihat qilgan chog'larda otang necha yoshlarda bor edi, deb so'radi ustoz undan. U kishi hisoblab ko'rib, 112 yosh edi, deb javob berdi. Shu chog'da dadang sening hozirgi ahvolingdek zaif, notavon holatda bo'lg'aydi, dedi ustoz kulimsirgan holda. Sana buningdanmi ortiq tajriba bo'lamdi? U kishi buni anglab beshini lang'ishtirib qoyil bo'ldi. Biroq buningdan nima foyda?
Ko'rishga bo'ladiki, odatlanib qilish yomon ish. Odatga nasihatmi ancha kor qilmaydi. Shunga farzandlarni kichigidan yaxshi mashg'ulotga odatlantirish kerak. Bo'lmasa keyingi pushaymon, o'zingga dushman degandek, o'zingizmi pushaymon qilib qolasiz. Farzandingizmi sayoqlikning qurboni bo'ladi. 4. Muvaffaq fursat va muvaffaq ahvolda hayot haqida nasihat qilib turing. Shuning bilan birga o'zingizmi ulgu bo'lishga tirishing. Nasihatin namuna. 1. Farzandlarga hayotning haqiqiy mohiyatini tushuntiring. Balam, men sana hayot haqida azroq tabarruk so'zlarimni aytib qo'yay. Sen hozir tixi kichik, tixi toza his qilib ketolmaysan. Biroq hozirdan tartib hayotingga qattiq talab qo'ymasang, keyin hargiz o'rnini to'ldira olmaysan. U chaqda pushaymon degan so'z, pushaymon degan sana ko'z yoshidan boshqa hech narsa bera olmaydi. So'zlarim ulug' arboblar aytgan qimmatli tavsiya. Bu tavsiyalarni qalb daftaringga bitib olsang, hargiz ziyon tortmaysan. To'g'ri, nasihatni olmagan odamdan keyin taputaniga nishon bo'lganligini esingdan chiqarma. Balam, Uyg'urlarda bir kun yashasangmi shirdek yasha degan gap bor. Har qanday odam bu hayot etizidan o'zining iqboliga yarasha nasibiga ega bo'ladi. Odamga umr degan bir qatam nasib bo'ladi. U hargiz qaytlanmaydi. Shunga Alisher Navoiy buvimiz hayotning har bir tiniqi g'animat, har bir tiniqi g'animatdir degan. Biroq nurg'un bolalar bolalikning shirin sho'xligiga asir bo'lib ketib, bolalikning qanday qilib yoshlikka almishib qolganligini sezolmay qoladi. Yoshlik mavsumiga kelganda yoshlik g'ururi va kuch-qudrati uningga qiyinlikning mushaqqatini o'ylashga fursat bermaydi. Natijada hash-pash degicha umr gulshini xazon bo'lib, qaqshal daraxtga o'xshash o'ziga soya tashlay olmaydigan ahvolga qoladi-da, keyniga bo'rilib bosgan hayot manziliga qarab, qilcha hayot nishoni qolmaganligini, har bir qadamini g'aflatdan so'ramsilib bosganligini biladi. Shunga Shayx Saidi Adam bu dunyoga 2 qatim turolmaydi. U bir qatimni yashashni bilmasa bo'lamdi degan. Russoning bir so'zi yodimda. U ba'zi odamlar 100 yoshda qabrga kirdi-yu, aslida bo'lsa tug'ilibla o'lgan bo'ladi degan. Balam bu dunyoda odamman deb turib, odamdek yashay olmay o'lik bilan terikning oraliqida nafaslanishni biladigan terik o'lik hayotini qandoqmi hayotlik degili bo'lsin. Demokratning bir so'zini aytib beray. Ahmoqona, ma'nisiz, qanoatsiz yashash zodi yashash emas, balki asta-asta o'lish demakdir. Shunga balam, o'tgan kuning uchun yosh to'kma. Atki kuning uchun g'am yema. Har bir kuningni yaxshi o'tkazolmasang, u o'tmishingga kaforat. Atanga ko'rib bo'ladi. Balam, sen bu dunyoga, bu zamonga yuk bo'lish uchun to'ralmading. Shunga sen bu hayotlikning yukini yengillatish uchun o'zingni beg'ishlagin. Sen yashashdagi maqsadni yepichib faqat yep-ichish, rahat-parag'at qo'g'ilshish deb qarab qolmag'aysan. Bu hayotlikda mushaqqatsiz rahat bo'lmaydi. Mushaqqatsiz erishgan rahatmi haqiqiy farog'at hisoblanmaydi. Hayot degan shirildab yiqib turgan buloq suyidek tip-tinch bo'lmaydi. Sen hayot eqinini o'rkashlik ham qiyonliq daryo deb qiyos qilgin. Har xil qiyin xatarga hozirlik qil. Agar undaq bo'lmasa hayoting tixmi ig'ir bo'ladi. Hech qanday odam bu dunyoga mukammallik tajini kiyib kelgan emas, balki turmushning to'lqinlik qaynamlarida pishib, bara-bara takomillashib boradi. Hayotning ma'nosi hayot to'lqinlarini yerib o'tib, ma'lum bir ishda kamolatga yetish uchun kurash qilish orqali zohir bo'ladi, bolam. Azroq narsani bilib chadilda ot chopquchi bo'lsa, shuni bilginki, sen o'zingni kamolat egasi deb qaragan kuningdan boshlabla o'zingni dafna qilish yo'liga mangsan. Tinimsiz izlanishni o'zingga mezon qil. O'zingni mangu o'quvchiman deb hisobla. Shundala o'zingga qattiq talab qo'ya olaysan. O'zingni tushab qo'ymaysan. Inson hayotining tinib topmaslik va tashvishdan iborat ekanligini tushungan bilan aqlsizlikdan qutulgan bo'ladi. Hayotni eng ma'nisiz va eng yerginishlik o'tkazishning har xil yo'llari bor. Bu izitqo yo'lga boshlab, mangdigan eng qabohatli yo'l nafsning bo'yinturqiga asir bo'lib, faqat nafs uchun yashaydigan maxluqqa aylanib qolishdir. Sen bu dunyodan hamını ketadiganligingni bilsan, shuning bilanla hayotingni abtalning xalsiga aylantirib qo'ymay, balki mangu o'lmaydigandek tirishchanlik qilish zarur. Ikkinchi, farzandlar hayotining faqat o'ziga taalluq emasligini his qilsin. Balam, sen bu dunyoda o'zingning haqiqiy bir kerakli odam ekanligingni namoyon qilgin. O'zingning insonlar orasidagi qimmatini bilish sana zo'r saodat baxsh etadi. Chunki uzoq umr ko'rgan kishidanmi hayotni cho'nqiroq tushunib yashagan odamning umri uzun hisoblandi. Sen o'zim uchun yashayman deb qarama. Hayoting sen uchun eriyotgan sham emas, o'zi uchun yashash hayot emas. Atrofingdagi biror qurilishing va biror ulpitaning baxtsizligini ko'rib turganda o'zingning baxtsiz ekanligingni his qila olsang, qalbingda haqiqiy insonlik tuyg'usining paydo bo'lganligini deb bil.
Balam, bu cemiyetning har bir odamning nihoyat ig'ir qarzi bo'ladi. Balam, bu jamiyatda har bir odamning nihoyat ig'ir qarzi bo'ladi. Biz mushu tuproqda o'sib cho'ng bo'ldik. Mushu tuproqdan oziqlandik. Xalq bilan birga yashadik. Xalq bizga turmushni berdi, ruh berdi va o'zimizga o'zimizni tanitdi. Albatta siz do'st birodarsiz turmushimizning qanday massasi bo'lsin, o'g'lim bizning yana o'tganki ajdodlarning va keyingi avlodlarning oldida o'tashga tegishli mas'uliyatimiz va qaytarishga tegishli qarzimiz bor. Yusuf Hasajib buvimiz bu vaqtda mundaq nasihat qilgan. Biz yashayotgan bu dunyo bir dasturxon. Bizdan burunqilar bu dasturxonga dahil bo'lgan. Ular yeb ichgan, shuning bilan birga bizga mo'l ne'matlarni qoldirib ketdi. Endi biz burunqilardan qolgan tayyor dasturxonga dahil bo'ldik. Endi biz bu ne'mat dasturxonini quruqlab qo'ymay, keyingi avlodlar uchun mo'l ne'matlarni rastlab qo'yishimiz kerak. Mana bu insof balam. Mana bu mangulik izchillik va taraqqiyotning bo'shigi. Balam, sening hayoting jamiyatga, millatga va vatanga taalluq. Sen mangulik hayotlikqa erishmak bo'lsang, xalqning qalbida mangu yiqilmaydigan piramida yasagan. Sen uchun hayot eng qimmatli fursat. Fursatni qo'ldan berding degan gap, hayotni qo'ldan berding degan so'z. Sening hatto barliq xushalliging va baxt saodating shu fursat ichida namoyon bo'ladi. Sen bir tomchi balam. El degan cho'ng dengiz. Dengizdan ayrilgan tomchining holi qandoq bo'lmoqchi? Shunga sening hayotingmi shu el bo'lganlik uchun ma'nilik bo'ladi. Agar sen hayotingni el uchun foydasiz va ahamiyatsiz deb qaraganingda, butun narsalar sana ma'nisiz bo'lib tuyuldi. Ikkinchi, vaqt eng tarbiyasi. Balam, sen vaqtning sen uchun qanchalik qimmatli ekanligini his qilib yetgan chog'ingda behuda o'tib ketgan kunlaring uchun beshingni tash qurgan bo'larding. Tafakkurimdan, tomchilardan. Farzandlarda vaqt eng yetildirish, hayot eng yetildirishning muhim asosi. Chunki hayot muayyan vaqt ichidagi teriklik. Vahiz Kashig'i mundaq degan: aql va hoshiyarlarning oftobga o'xshash parlaq ko'ngil aynasida zohir va ro'shanki, odamzodning aziz umri chiqin masallik tez o'tib ketadi. Teriklik soatlari daryo mavjudek va sabrsizdir. O'tib ketadigan har bir fursat tangdashsiz go'hardirki, inson uning bahosini bilishi kerak. Chiqayotgan har bir nafas tiniqni g'animat bilib zoya qilmaslik kerak. Teriklikda hamon ba'zi ishlar o'tadi, ammo uni yondirib qo'lga keltirmak mumkin emas. Qilinmay qolgan ba'zi ishlari g'oyiblik pardasi ichida o'zidan nishon bermas. O'tib ketadigan umrni g'animat bilib, vaqtni zoya qilmay, keyingi baxtning jabduqini qilmoq kerak. Vaqt madaniy millatlarning eng muhim qimmatli boyligi. Vaqt qimmat yaratolmaydi. Buningda faqat vaqt itiga mingan odam bu fursatdan foydalanib maqsad manziliga yeta oladi. Hayotida ulug' muvaffaqiyatlarni barliqqa keltirgan kishilarning siri shuki, ular hargiz vaqtni uqtirib qo'ymagan. Bu dunyodan izdereksiz, nom-nishonsiz ketgan odamlarning xatoligi shuki, ular vaqtni ma'nisiz ishlarni qurbon qilib etgan. Hozirgi Uyg'ur jamiyatida bolalardan tortib cho'nglargacha vaqt isrofchiligi intayin ig'ir. Ba'zi kishilar umrida hayotiga 100 kilolodek biror ahamiyatli ish qilgan biror soatini asliy olmaydi. Biz iqtidorsiz, nodon odamlarning o'zlariga berilgan vaqt fursatining ma'nisi va qimmatini tushunmay, umrni zoya qilayotganligiga ancha afsuslanib ketmaymiz. Faqatla muntazam o'qigan, xeyli ko'p fan madaniyat bilimlariga ega bo'lgan millionlagan yoshlarning eng go'zal yoshlik chog'larini qimarxonalarda, kayib sapa so'rinlarda, televizor oldida, restoranda, ko'ch-ko'ylarda o'tkazib, xuddi mashina odamdek bu takror ma'nisiz mashg'ullikdan zerikmaganligiga ichinimiz. Bundaq ansız qurban berishning turli sabablari bo'lsa-mu, eng muhim sabab shuki, farzandlarimizda vaqt eng to'liq yetilmagan. Ular har bir soatlik vaqtning o'zi uchun qanchalik qimmatli ekanligini his qilmagan. Ularning engida har bir kuni hech qanday o'zgarishsiz qayta-qayta takrorlanayotgandek, bugunning ati bilan hech qanday farqi yo'qdek bilinadi. Yillar to'ydirmay o'taverdi. Ular yuzlarida soqol paydo bo'lganligini, balaliq bo'lib qolganligini faqat bir fiziologik o'zgarish deb qabul qiladi. O'zining hayotining cheksiz vaqt bo'shliqi ichidagi faqat bir chek ekanligini yodiga keltirib qo'yishmaydi. Qalsida odam hamini qirib o'lib ketadi degan tushuncha bo'lsa-mu, bu qisqa umrni qanday o'tkazishim kerak degan savolni o'ziga qo'yib boqmaydi. Hurmatli ota-onalar, insoniyat intayin tez suratda taraqqiy qilmoqda. Turmush ritmi tezlashib ketdi. Statistikaga qaraganda insonlar mushu 10 yil ichida insoniyatning butkul madaniyat taraqqiyot saviyasini necha qatlab bo'lgan. Afsuski, bizdagi mutlaq ko'p sondagi kishilarning yangi texnicha o'tir asr saviyasida to'xtab qolgan. Biz millionlagan yoshlarimizning
Her kunda qilayotgan amaliy ishi, tafakkur qilishi, izlanishi 1 soatga yetmayotganligini ko'rib turibmiz. Mushundaq surat bilan biz dunyo madaniyat suratiga yanisha olamizmi? Aramizda yana bir mo'changa ziyon solgan odamga pichoq silishga tayyor turadigan, biroq oltindan qimmatlik deb atalgan vaqtiga ichi og'rimaydigan, necha soatlab arzimagan ish uchun boshqalarni saqlab, uningga qilcha e'tiroz bildirmaydigan yoshlarımizda vaqt eng bor deb qaraya olamizmi? Agar biz vaqtdan unumli foydalanishni bilsak, o bizning ajoyib xosiyatlik mulkimiz bo'ladi. Agar undan yaxshi foydalana olmasak, vaqt bizni qul qiladi. Sizlar farzandlarga o'zingizlarning hayotida zoya qilib o'tgan vaqtinglarning ochiq alamlaridan qanchalik so'zlab berdinglar, o'zingizlarning his qilgani bo'yicha so'zlab beringlar. Ular vaqt tragediyasining intayin qo'rqinchli, intayin ig'ir yo'qotish ekanligini tunusin. Har bir soatning fursat ekanligini tunib yetgan farzand hargiz kunlarda behuda zoya qilishni ravo ko'rmaydi. Herkes kunlarini behuda zoya qilishni ravo ko'rmaydi. Ular bir kuni bekor o'tib ketsa, titit bo'lib, ko'p narsadan mahrum qolgandek hissiyatda bo'ladigan bo'lsin. Buning uchun mundaq bir qancha tarafga ahamiyat berish kerak. Birinchi, farzandlarning vaqtni kontrol qilishi uchun nasihatdanmi ko'ra yanlar bolalarda vaqtning shakllanishiga erishib, ularni vaqtga jiddiy qarashga odatlantirish kerak. Bu nuqtada cho'ng ish yoki kichik ish bo'lsin, o'xshashla jiddiy qaraydigan bo'lsin. Atdiganda o'rnidan turib yuzini yuyish, choy ichish, maktabga berish uchun keladigan aniq vaqt ularning ingida tursin. Azroq sustlik qilsa darsga kechirganligi, ustozning va saboqdoshlarining oldida yerga qaraydiganligini eskartib turish kerak. Maktabdan agar vaqtchiroq qaytib kelsa, nima ish qilganligini surishtirish lozim. İkinci, balalarning vaqtni unumli kontrol qilishi, ularning kichikidan tortib muayyan ishga mashg'ul bo'lishi va biror ishga qiziqishi orqali hal bo'ladi. Vaqt to'g'risi balalarning ko'pinchisi bekorchilikqa, o'yinga odatlanib ketgan balalar. Shundaqla biror ishga qiziqmaydigan, havas qilmaydigan balalar ekan. Shunga balalarning kichikidan boshlab qiziqishi bo'yicha ma'lum ish bilan shug'ullanishiga yo'l qo'yish lozim. Vaqtdan unum hosil qilishda insonning o'z qiziqishidanmi yaxshi nasihatchi yo'q. Üçüncü, Uyg'urlarning bekor turg'icha bekorga ishla degan qimmatli hikmati bor. Ma'lumki, insonga bekorchilikdan ig'ir yo'qotish yo'q. Balalarni buzadiganmi, yo'ldan chiqaradiganmi asosiy sabab bekorchilik. Shunga Uyg'urlar balalarni maktabda o'qitadi. Maktabga qiziqmasa darhol biror hunarga beradi. Bu usul ularning bekorchi bo'lib qolishini tizginlashla emas, balki axloqini tizginlaydigan eng yaxshi vosita. Shunga balalarning vaqtni bekor o'tkazmaslik uchun ularga o'z qiziqishi bo'yicha ish ko'rsatib berish intayin muhim. Ata-onalar vaqt ijodida yolg'iz tarbiyachi bo'lish bilan ish bitmaydi. Eng muhimi balalarga vaqtni qadrlashning ulgisi bo'lish kerak. 5. Fursat kelganda ham farzandlarning vaqt uqumining o'sishiga erishib, ularga ko'z oldidagi turmushdagi vaqtni zoya qilayotgan kishilarning jamiyatda tutgan o'rnini, vaqtni ilgirlash va qimmat yaratishning eng yaxshi fursatiga aylantirayotgan yoshlarni silishtirib berish kerak. Zarur tepilganda ularning eng ta'sir qilgudek cho'nqurlikda nasihat qilib turish lozim. Nasihatdan namuna. Farzandlardan so'rab yiqinglar. Balam, bugun nima ish qilding? Bugungi bir kuningdan rozimisan? Bugungi kuningdan rozi va mamnun bo'la olsang, atigi kuning xayrlik bo'ladi. Balam, bugungi 6 soatlik dars sana nimalarni berdi? Agar bugungi bir kuning utuqliq bo'lgan bo'lsa, bu kunlik umringning qimmati bo'ladi. Agar bugun bu hayotlikdan hech narsa ega bo'la olmasang yoki hech ish qilmagan bo'lsang, shu kunlik hayotingni o'lgan hayot deb umringdan chiqarib et. Agar darslaringda chala taraf bo'lsa, darhol biror soat vaqt chiqarib puxtlab ol. Bugungi ishingni bugun qilib olmasang, atigi yukingni ig'irlashtirib qo'ydi. Har kun ashundaq davomlashaversa, oxiri bu kunlik qoldiqlar seni besib, seni olg'a bostirmaydi. Har kunlik ishingni shu kuni o'rindab bo'lsang, kundan kunga bildiganlaring ko'payib bordi. Ham yengillab qolasan. Balam, bugun qandoq o'ynading, qanchalik o'ynading? O'yin o'yna. O'yinmi hayotning muhim tarkibiy qismi. Faqat ishlashni bilib o'ynashni, aram olishni bilmagan odam amaliyotda ishlashni bilmaydi. Ammo o'ynagan o'yiningmi ma'nilik bo'lsin. Shu o'yin sana hayotning ma'lum taraflarini his qildirsa yoki sog'lomligingga foydali bo'lsa, charchashning oldini olib, nervi jihatdagi jiddiylikni normallashtirsa, bu o'yin sana ma'lum narsa ato qilgan bo'ladi. Hargizmi 1-2 soatlik vaqtini ko'cha changdab zoya qilmag'in. Balalarni biror ishga buyursangiz, "Ati qilaychi" desa, balam, ati degan so'z hurun döt odamlarning o'zini va boshqalarni aldashdagi bahonasi. O'zingning ishining vaqtini o'zing so'rsang, xuddi o'zining mol-mulkini o'zi o'g'irlagan odamga o'xshab qolmamsan. Ish degan bugun xajlamay, ati xajlab deb
xajlay deb ayab qo'ydigan pul emas. Buguning ketsa bir kunlik umring ketdi degan gap. Ömürmü qaytlanmaydı, vaqtmı keynigenmaydı. Şuna her qandaq işqa keng qursak bolsaqmı, vaqt xas bol balam. Vaqti o'tganda o'qilgan suriyasining ahamiyati yo'q degan tamsilni qalbingga pukib olgin. Har qandaq kichik ishga e'tiborsiz qarsang, cho'ng ishlardan mag'lub bo'lasan. Yusuf Hasajib bovimiz bugungi ishni atiga qo'ysang, ishing ilgari basmaydi degan. Pifagors etigen o'rningdan turib o'zingdan bugun nima ish qilishim kerak deb kechqurun yetishdan burun bugun nima ish qildim deb so'ra degan. O'zingning kunlaringning hisobini ilib turgin. Agar sen aqlliq bo'ladigan bo'lsang, bekor o'tib ketayotgan kunlaring uchun titit bo'lsang, azoblansang arziydi. Balam, vaqt ham sening qadr-qimmatini joriy qilishingning dasmayisi ham hayotingni shamolga so'raydigan yalmavuz. Navoiy bovimiz shunga vaqt o'tkir qilishdir degan. Dunyoda erishmoqchi bo'lgan ulug'vor maqsadlaringga vaqt bilan yashash iqtidorini birlashtirganingda yetalaysan. Vaqtning qadr-qimmatiga yetmasang, vaqtga e'tiborsiz qarsang, erishish mumkin bo'lgan mumkinchiliklarning hammasidan mahrum bo'lasan. Darwin shundoq degan, o'z vaqtining hech bo'lmaganda bir soatini bo'sh o'tkazmoqchi bo'lgan odamni hayotining butun qadr-qimmatini tushunib yetish darajasiga bormagan desa bo'ladi. Vaqtingdan aqlonlik bilan foydalanish qimmatingni bargan sira oshiradi. Balam, hozirgi turmush ritmiga nisbatan bir kuningga sal qarsang, 2 kun sarf qilibmi yetolmaysan. Vaqtga so'z qarsang, kunlaring o'zing bilan o'zing chilishayotgandek, ko'pincha kelishmasliklar bilan erishishga ketadi. Bekorchilik bo'lsa, tafakkuringni kerakdan chiqarib, o'zingni yaramaslar qatoriga tortadi. Balam, vaqtning qimmatini his qilgan bo'lsang, o'zingning vaqtini qadrlash bilan birga boshqalarning vaqtini qadrla. Boshqalarning sening vaqtingni o'g'irlashiga yo'l qo'yma. Sen madaniyatlik odamlar bilan aralash, ularni do'st tut. Madaniyatlik odamlarning muhim bir belgisi, ular hargiz sening vaqtingga xiyonat qilmaydi. Har qanday bahona bilan vaqtingga hurmat qilmagan odamning do'stlik da'vosi yolg'on. Ularning madaniyatlik mendigini quruq gap. Balam, sen boylik tejash va boylik izlashdan burun vaqtingni teja. Ba'zi hollarda bir kunlik ahamiyatli hayoting sana mangulik shon-sharaf elib kelishi mumkin. Yana ba'zi ahvollarda 100 yillik umr sana la'nat elib kelishi mumkin.